inson uchun eng xursand bo'ladigan inson kim? Bilasizlarmi? Inson uchun eng xursand bo'ladigan inson bu ota. Ota shuni bilib qo'yinglar. Bu ota. Men har bir poygaga chiqsam, ertaga otam mendan faxrlanib yursin deb maydonga chiqardim. G'ururlanib yursin deb chiqardim. Lekin bugun menda bunaqa imkoniyat yo'q. Lekin sizlarda bor, sanda bor, unda bor, bunda bor. Bola chiqinglar, ertaga otanglar kecha men maydonda yondirib tashlagan meni bolamidi desin. Kecha maydonda arablarni chopib tashlagan meni o'g'limni deb ertaga faxrlanib yursin. Shunaqa qila olamizmi yo'q? Yo'q. Said yo'q, top jarima maydonchasiga tushdi. Zarba! Yana kim qadrli do'stlar, kim urishi mumkin golni deb o'ylaydi. Odil Ahmedov. Otasiga ming rahmat Odil Ahmedov.